Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sarf va nahvdan bo'luvchi Taysirus sarf va mabdaun nahv darsligimizni 3-sonida sizlarni qayta ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'tgan darsimizda Taysirus sarf kitobidan oxirgi marta fe'lning qismlari mavzusini o'tgan edik. Qolgan joyimizdan davom etamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وفهما Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, o'tgan darsda fe'lni qismlarini o'tgandik, ya'ni fe'lni mana shu yerda ko'rsatilgan 7 ta turga bo'linishligini o'tgan edik. Bu mavzuni o'zlashtirib olgan bo'lsanglar, keyingi mavzuyimizga o'tamiz. Keyingi mavzu ishtiqoq mavzusi ekan. Ovozi yaxshi kelyaptimi? Ekran yaxshi ko'rinyaptimi? Xo'p, yaxshi bo'lsa, boshlaymiz. Ishtiqoq mavzusi ma'no va harflarida bir-biriga yaqin ikki kalimani biridan ikkinchisini chiqarib olishga ishtiqoq deyiladi. Ishtiqoq degani sarf ilmiga xos atama bo'lib, bir so'zdan ikkinchisini chiqazib olishlik deyiladi. Ya'ni sarfda o'zi mana shu bir so'zdan, masdar bo'lgan so'zdan qolgan fe'llarni yoki boshqa narsalarni yasab chiqazishlikka ishtiqoq deyiladi va sarfda mana shu narsa o'rganiladi. Endi ism yana ikki qismga bo'linadi. Ismni jomid degan turi bor va masdar degan turi bor. O'zidan birorta so'z chiqarib olinmagan ismga jomid deyiladi. Rajulun ismini bunga misol qilishimiz mumkin. Chunki ushbu lafz o'zidan avval mavjud bo'lgan boshqa so'zdan olinmagan. Masdar deb esa o'zidan bir nechta so'z ishtiqoq qilib chiqazib olinsa bo'ladigan ismga aytiladi. Masdarni o'zbek tilidagi ma'nosini oxirida odatda moq, ish qo'shimchalari bo'ladi. Xo'p, demak, mana doroba fe'lini misol qilib keltiryapti. Urmoq fe'li bu. Xo'p, masdar degani, demak, o'zbek tilidagi fe'lni o'zagiga to'g'ri keladi. Fe'lni o'zagi oxirida moq qo'shimchasini olgan, birorta zamonga xoslanmagan holati arab tilida masdar deb yuritiladi. Ushbu masdardan, ya'ni fe'lni o'zak holatidan 12 ta narsa ishtiqoq qilinadi, ya'ni 12 ta narsa chiqazib olinadi va sarf ilmida mana shularni qanday yasalishligi, qanday chiqazib olinishligi o'rgatilinadi. Demak, bu 12 ta narsa moziy fe'li, o'tgan zamon fe'li degani, muzori fe'li, ismi fa'il, ismi maf'ul, jahd fe'li, nafi fe'li, amri hozir, amri g'oib, nahiy, ismi zamon va ismi makon, ismi olat, ismi tafdillarni o'z ichiga oladi. Bular haqida o'z o'rnida to'xtalamiz deyilyapti. Ya'ni mana shu 12 ta narsa qanday ishtiqoq qilib olinadi, qanday qoidalarga hisob turib chiqazib olinadi, bularning hammasi alohida mavzu ko'rinishida keladi keyingi darslarimizda. Shu mavzularni yaxshi va puxta o'zlashtirish uchun dastlab eng zarur va ko'p takrorlanadigan lafzlar bilan tanishamiz. Demak, arab tilida ko'p takrorlanadigan lafzlar keltiryapti. Vahid degani, vahid, birlik degani arab tilida. Arab tilida ikkilik ham mavjud. Odatda boshqa tillarda faqat birlik va ko'plik bo'ladi, lekin arab tilida ikkilik ham mavjud. Mana shu ikkilik tasniya deb ataladi. Tasniya ikkilik degani. Jama' ko'plik degani, jama'. Mutakallim birinchi shaxs degani, muxotab ikkinchi shaxs, g'oib uchinchi shaxs degani. Keyin arab tilida ikkita rod bor, ikkita jinsga bo'linadi. Muzakkar erkak jins, ya'ni murskoy rod, muannas ayol jins, ya'ni jenskiy rod degani. Sig'a, sig'a degani shakl degani. Fe'lni mana shu sig'asi deb gapirganimizda ma'lum bir shaxsga nisbatan ishlatiladigan shakli nazarda tutiladi. Endi ma'lum va majhul degan narsa bor. Ma'lum degani fe'lni ma'lum formasi, majhul degani fe'lni noma'lum formasi, ya'ni fe'lni bajaruvchisi aniq holatda bo'lmaydi. Misol uchun, urdi yoki urildi. Mana shu urdi ma'lum holatda, urildi majhul holatdagi fe'l hisoblanadi. Demak, bu noma'lum degan ma'noni bildiradi. Xo'p, mana shu atamalarni yaxshilab yodlab olishinglar kerak bo'ladi. Mana shu yerda kelgan atamalar
keyingi darslarda ishtirok etganida bilishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi mavzuyimiz endi moziy fe'li. Mana shu yerda 12 ta narsani ishtiqoq qilinishligini ko'rdik. Endi mana shu mavzular boshlanadi bu kitobda. Masdardan, ya'ni fe'lni masdaridan 12 ta narsa ishtiqoq qilib chiqazib olinadi deyildi. Birinchisi moziydan boshlanyapti. Moziy, muzori, ism fa'il mana shu ketma-ketlikda kitobda endi har bittasi alohida mavzu bo'lib keladi. Moziy bu o'tgan zamon fe'li hisoblanadi. Xo'p, arab tilida o'zi ikkita dona zamon bor. Moziy va muzori. Moziy bu o'tgan zamonga dalolat qiladi, muzori esa hozirgi bilan kelasi zamonga dalolat qiladi va bitta fe'l bilan ifodalanadi. Hozirgi va kelasi zamon bitta arab tilida. Xo'p, moziyni endi siyg'alarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda g'oib deyapti. G'oib deganda uchinchi shaxsga nisbatan, ya'ni u, ularga nisbatan ishlatilinadigan formasi g'oib deb ataladi. Bu endi ikkiga bo'linyapti. Muzakkar va muannasga bo'linyapti. Doroba, u urdi, uga nisbatan boshlanadi. Bitta shaxsga nisbatan. Muzakkar, ya'ni muzkurotga nisbatan doroba urdi degani. Endi oxirini cho'zib, bitta alif qo'shib aytadigan bo'lsak, doroba bo'lib cho'zg'ili qilib, bu ikkilik hisoblanadi. Ikkilikka nisbatan ikkita kishi urdi bo'ladi muzkurotga nisbatan. Endi dorobu deb oxiriga dommani qo'shib u deb cho'zadigan bo'lsak, oxirini ko'plikka, ularga nisbatan bo'ladi. Ular urdilar, ya'ni ko'p kishilar. Muzkurotda ko'plikka nisbatan bo'ladi, muzakkarga nisbatan. Hamma fe'lda xuddi shunaqa. Misol uchun kataba, yozdi fe'li bo'lsa ham kataba ikkilik qilish uchun oxirini xuddi shunaqa alif bilan cho'zamiz. Kataba bo'ladi, yozdi ikki kishi bo'ladi. Ko'plik qilish uchun katabu deb oxiridagi uni cho'zamiz. Bitta mana shu qolipini yodlab olsanglar, hamma fe'lni mana shu qolipga solib ishlataverishinglar oson bo'ladi inshaalloh. Xo'p, endi muannas formasini ko'ramiz. Muannas formasida jenskiy rodda dorobat, bitta ayol urdi deyishlik uchun mana bu dorobani oxiriga mana bu sukunli t ziyoda qilinadi. Sukunli t qo'shiladi. Dorobat. Shunda fe'l jenskiy roddagi formaga o'tadi, muannas formaga. Dorobat, bitta ayol urdi degani. Endi mana shu t dan keyin alifni qo'shamiz cho'zg'ili qilib, dorobata bo'ladi. Ikkilikka dalolat qiladi. Ikkita ayol urdi degani. Dorobna, mana shu oxiriga nani qo'shamiz. Dorobna. Ularga nisbatan jenskiy rodda, ya'ni muannasda ko'plikka nisbatan bo'ladi. Ular urdilar, ko'p ayollarga nisbatan. Xo'p, shu bilan g'oibni mana shu 6 ta siyg'asi tugadi. G'oib 6 ta siyg'a, birlik, ikkilik, ko'plik murskoy rodda va birlik, ikkilik, ko'plik jenskiy rodda. Endi muxotob ikkinchi shaxs bu senga nisbatan, sen yoki sizlarga nisbatan bo'ladi. Bu ham ikkiga bo'linadi, muzakkar va muannasga bo'linadi. Muzakkar murskoy rod degani edi, muannas jenskiy rod. Xo'p, endi dorobta, sen urding bir kishi. Dorobta oxiri ta bilan tugashligi fe'lni antaga dalolat qiladi. Anta sen degani, sen bir kishi urding degani. Endi ikkilikka nisbatan tuma qo'shimchasi qo'shiladi. Dorob tuma, siz ikkingiz urdingiz degani. Ikkilikka nisbatan murskoy rodda. Dorob tum, oxiriga tum qo'shilishligi antumga, ya'ni sizlarga dalolat qiladi. Sizlar urdingiz ko'p kishilar, ya'ni murskoy rodda senga nisbatan, ko'plikka nisbatan bo'ladi. Sizlarga nisbatan ishlatilinadi. Endi xuddi shuni jenskiy rodda dorobti, antiga nisbatan jenskiy rodda bo'ladi, ya'ni sen urding bir ayol. Dorob tuma, ikkiligi bir xil, mana shuni yuqorida murskoy rodda ham tuma keldi. Endi jenskiy rodda ham tuma kelyapti. Ikkalasi bir xil ko'rinishda ishlatilinadi ikkilikda. Dorob tuma, siz urdingiz, siz ikkingiz urdingiz degan mazmunda. Dorob tunna, oxiriga tunna qo'shilishligi endi muannasda, ya'ni jenskiy rodda ko'pligiga nisbatan bo'ladi. Sizlar urdingiz bo'ladi, ko'p ayollarga nisbatan. Xo'p, keyingisi shu bilan muxotob, bu ikkilikni siyg'asi ham mana shu 6 tadan iborat edi. 3 tasi muzakkar, ya'ni murskoy rodda, 3 tasi muannas, birlik, ikkilik, ko'plik shaklida. Oxirgisi mutakallim. Mutakallim birinchi shaxs edi. Xo'p, bu birinchi shaxs muzakkar va muannasni orasini ajratmagan, chunki muzakkarda ham muannasda ham bir xil ishlatilinadi. Mana shu siyg'a ikkiga bo'linmaydi. Dorobtu, dorobna. Dorobtu menga nisbatan jenskiy rodda ishlatilsa ham, murskoy rodda ishlatilsa ham bir xil bo'ladi. Men urdim degani.
bir kishi yoki bir ayol deb qo'ygan. Demak, ikkita rodga nisbatan bir xil ishlatilinadi. Dorobtu. Demak, har qanday fe'lni oxiriga mana shu tu domirini qo'shadigan bo'lsak, bu men deganga shaxsga, ya'ni ana domiriga dalolat qiladi. Dorobna oxiriga cho'zg'ili na qo'shilishligi nahnu, ya'ni biz degan domirga dalolat qiladi. Biz urdik. Ko'p kishilar yoki ko'p ayollar, bu ham rodga bo'linmasdan ishlatilinadi. Muzakkar muannasda bir xil ishlatilinadi. Dorobna biz urdik deb ayollar ishlatsa ham, erkaklar ishlatsa ham bir xil bo'ladi ko'rinishi. Xo'p, tushunarli bo'lyaptimi? Savollar bormi? Shu joygacha savollar bo'lsa so'rashinglar mumkin bemalol. Qo'linglarni ko'tarsanglar mikrofonni ochamiz. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, sarfdan mana shu yerda kifoyalanamiz. Ko'payib ketmasin. Nahvu darsligimizga o'tamiz. Demak, sarfdan mana shu ishtiqoq mavzusidagi mana bu atamalarni o'zlashtirib olasizlar, nima ekanligini va moziyni mana shuni ketma-ketlikda yodlash kerak bo'ladi, siyg'asi va tarjimasi bilan. Buni bitta nafasda aytib beradigan bo'lib, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna ko'rinishida mana shu oxiriga qanaqa qo'shimcha qo'shilishligini yodlab olsanglar, qolgan fe'llarga qo'yib ishlatib ketaverishinglar oson bo'ladi. Misol uchun katabaga qo'yadigan bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda birinchisi kataba, keyingisida kataba bo'lib cho'ziladi oxiri. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum bo'lib ketaveradi. Boshqa fe'llarga ham xuddi shu qo'shimchalar qo'shilib yasaladi. Moziy fe'li, ya'ni o'tgan zamon fe'li. Xo'p, nahvu darsligimizga o'tamiz. Nahvudan o'tgan darsimizda i'rob va bino, ya'ni mu'rob va mabni mavzusini o'tgandik. Mu'rob nima-yu, mabni nima ekanligini o'tgandik. Mashqlarni birga bajargandik. Keyingi mavzuyimiz af'alul mu'rob, ya'ni mu'rob fe'llar degani edi. Xo'p, o'tgan darsni qaytarib oladigan bo'lsak, mu'rob degani bu oxiridagi harakati o'zgaradigan kalimalarga, ya'ni oxiri fatha, domma, kasra bilan tugashligi mumkin bo'lgan, oxiridagi harakati o'zgarishligi mumkin bo'lgan kalimalarga, so'zlarga mu'rob yoki i'rob deb atirdik. Bino yoki mabni nima deganda, oxiridagi harakati hech qachon o'zgarmaydigan kalimalarga mabni yoki bino deb atar edik. Mana shuni turlarini o'tgandik. Endi af'alul mu'rob, ya'ni mu'rob turga kiruvchi. Mu'rob turga kiruvchi deganda oxiridagi harakati o'zgaruvchi fe'llarni turlari. Af'al degani fe'llar degani. Hop, fe'lni mu'rob bo'lgani hammasi muzoriydir. Demak, mu'rob fe'llar qaysilar deganda faqat muzoriy fe'ligina mu'rob bo'ladi. Ya'ni hozirgi kelasi zamon fe'liga to'g'ri keladi. Ammo shunda ham muannaslik nuni va ta'kid nuni aralashmagan holdagina mu'rob bo'ladi. Ushbu nunlar aralashganda esa mabni bo'ladi. Demak, muannaslik nuni yoki ta'kid nuni muzoriyga ta'kidlashlik uchun qo'shiladigan bo'lsa, qo'shib ishlatilinadigan bo'lsa, uni mu'rob deb emas, xo'p, demak, mabni deb aytar ekanmiz. Qolgan holatda esa muzoriylarning barchasi mu'rob holatda bo'ladi. Fe'l muzorining i'robi 3 turlidir. Endi mana shu oxiridagi i'robi degani oxiridagi harakati degani. Harakati domma bilan, fatha bilan yoki kasra bilan, sukun bilan tugashligi mana shu uning i'robi deyiladi, harakatlari. Xo'p, demak, muzori fe'lining i'robi 3 ta turli bo'ladi, ya'ni 3 ta harakat bilan tugaydi. Raf holatda bo'ladi, nasb va jazm holatda bo'ladi. Mana shular zamonaviy grammatika bilan zamonaviy arab tili grammatikasiga xoslaganimizda bular kelishiklar hisoblanadi. Zamonaviy arab tilida bular kelishiklar deb o'rgatiladi. Nahv ilmida esa demak bular mana shu i'roblari deb aytamiz, i'rob holatlari. Raf demak bosh kelishikka to'g'ri keladi. Nasb va jazm mana shu 3 ta holatda bo'ladi. Raf degani
oxiri domma bilan tugagan holati. Fe'llarning oxiri domma bilan tugasa, u raf' holatda yoki marfu' holatda turibdi deb aytamiz. Oxiri domma bilan tugashligiga, demak, raf' holati deyiladi. Nasb holati oxiri fatha bilan tugashligi, oxiri fatha bilan tugasa, nasb yoki mansub deb ataymiz. Keyingisi jazm holati oxiri sukun bilan tugashligi, oxiri sukun bilan tugaydigan bo'lsa, jazm yoki majzum holatda deb aytamiz fe'lni. Demak, yaktubu raf yoki marfu', yaktuba nasb yoki mansub deymiz. Yaktub bo'lib sukun bo'ladigan bo'lsa, jazm yoki majzum holatda deb atashligimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi raf'ni tushuntiryapti. Mana shu uchtasini bittalab sharhlab tushuntiriladi hozir. Raf'ning, ya'ni marfu'ning tub alomati dommadir. Tub alomati degani asli, haqiqiy alomati, ya'ni birlikdagi alomati dommadir. Demak, birorta fe'lni raf holatda ekanligini qayerdan bilamiz deganda, oxiri domma bilan tugayotganligidan bilamiz. Demak, bu faqat birliklarga tegishli, birlik siyg'alarga, ya'ni fe'l bitta shaxsga nisbatan ishlatilgandagina shunga tegishli bo'ladi. Yaktubu yoki taktubu. Yaktubu u yozdi degani, taktubu sen yozding degani bitta shaxsga nisbatan birlikda ishlatilyapti. Demak, birlikdagi alomati raf'ni domma hisoblanadi. Endi 5 o'rinda domma o'rniga nun turadi. Endi raf'lik alomati birlik siyg'ada domma bo'ladi dedik. Qolgan 5 ta o'rinda degani ikkilik siyg'a va ko'plik siyg'a kiradi bunga. Ikkilik va ko'plikka nisbatan ishlatilganda mana shu alomati domma bo'lishlikni o'rniga uni alomati fe'lni oxiridagi mana bu nunlar bo'ladi deyilyapti. Mana shu ikkilik va ko'plik siyg'alarining oxiri nun bilan tugaydi. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Barchasining oxiri nun bilan tugayapti. Mana shu nunlar bor ekanligi bu fe'lni raf'likdagi alomati hisoblanadi. Demak, birlikdagi alomati domma, ikkilik va ko'plikdagi alomati mana shu nunlarni o'z o'rnida qolishligi, nunlarni turgan ekanligi. Ushbu ikkisi tasniya, ikkisi jama, biri muxotab bo'lgan 5 fe'lni af'oli xomsa deb yuritiladi. Ushbu ikkisi tasniya deganda, buni ikkitasi yaktubani, taktubani tasniyaga, ya'ni ikkilikka tegishli, keyingi ikkitasi yaktubuna, taktubuna jamaga, ya'ni ko'plikka tegishli, taktubina esa muxotobga, ya'ni birlikni muannasiga tegishli fe'l hisoblanadi va mana shu 5 ta fe'l doim af'oli xomsa deb yuritiladi. Demak, bular raf'ni alomatlari edi. Raf'ni alomati demak birlikda domma, ikkilik va ko'pliklardagi qolgan siyg'alarda mana shu nun ekan. Keyingisi endi nasbni alomatlarini o'tamiz. Nasbni tub alomati, ya'ni asli alomati fatha hisoblanadi. Demak, nasb holatda yoki mansub holatda deymiz, turganida fe'lni oxiri fatha bilan tugaydi. Yaktuba, taktuba kabi ko'rinishda. Af'oli xomsada degani yuqoridagi 5 ta fe'lni, 5 ta siyg'ani af'oli xomsa deb atadik. Mana shu 5 ta siyg'ada endi nasblik alomati fatha o'rniga nun tushiriladi. Birlikda nasbni alomati fatha dedik. Endi ikkilik va ko'plik siyg'alarda mana shu fathani o'rniga alomati nima deb aytamiz desak, oxiridagi mana bu nunlarni tushib qolishligi. Raf holatda demak nuni joyida turadi, joyida turishligi mana shu nun buni alomat hisoblanadi. Nasb holatda esa bu siyg'alardan mana shu oxiridagi nun tushib qoladi. Nunlar yo'q bo'lib qolgan hammasini. Demak, mana shu nunni tushib qolishligi buni alomati hisoblanadi. Yaktuba, yaktubani edi aslida, mana nuni tushib qolgan, yaktuba bo'lib qolgan. Chunki bu nasb holatda turibdi. Nasb holatga o'tganda nuni tushib qoladi dedik. Taktuba, bu ham taktubani edi yuqorida, nuni tushib qoldi. Yaktubu, yaktubuna edi, buni ham nuni tushib qolgan. Taktubu, taktubuna edi, buni ham nuni tushgan. Taktubi, bu ham taktubina edi, oxirida nuni bor edi, nuni tushib qolgan. Demak, mana shu nuni tushib qolishligi nasblikni ikkilik va ko'plikdagi alomati hisoblanadi. Demak, nasblikni, mansublikni birlikdagi alomati fatha, ikkilik va ko'plikdagi alomati oxiridagi nunli siyg'alarning oxiridagi nunini tushib qolishligi. Tushunarli bo'lyaptimi? Savollar bo'lsa bemalol so'raverasizlar. Xo'p, davom etamiz bo'lmasam.
Keyingisi jazmning alomatlari. Jazm yoki majzum deb ataymiz fe'lni oxiri sukun bilan tugagan holatlarini. Jazmning tub alomati, ya'ni asosiy birlikdagi alomati sukundir. Ya'ni birlik siyg'alarda oxiri sukun bilan tugasa, buni jazm holatda ekanligini, majzum holatda ekanligini bildiradi. Yaktub yoki uktub holatida bo'ladi. Af'oli xomsada degani yuqoridagi 5 ta siyg'ani, ikkilik va ko'plik siyg'alarini af'oli xomsa deb atadik. Mana shu ikkilik va ko'plik siyg'alarida sukun o'rniga nun tushiriladi. Mana shu sukun o'rniga bularning alomati nunni tushib qolishligi bo'ladi. Ahamiyat bergan bo'lsak, yuqoridagi nasb holatda ham xuddi shunday edi. Af'oli xomsada fatha o'rniga nun tushiriladi, ya'ni bu yerda ham nuni tushib qolardi. Jazm holatda ham bir xil nuni tushib qolishligi buni alomati hisoblanadi. Demak, yaktubani siyg'asidan yaktuba bo'lib nuni tushib qoladi. Taktuba, yaktubu, taktubu, taktubi barchasini oxiridagi nuni tushib qolgan. Demak, buni jazm holati deb ataymiz. Endi nasb bilan jazmda bir xil ko'rinishda bo'lar ekan, qanday ajratamiz degan savol tug'ilishligi mumkin. Buni ajratishlik uchun albatta boshidan nasb harflari keladi. Hozir bu joyda yozilmagan. Agar fe'l nasb holatida turadigan bo'lsa, nasb harflari bor. Fe'lni boshidan keladigan nasb harflari kelganida bu mansub holatda bo'ladi. Oldidan jazm harflari kelsa, jazm qiluvchi, oxirini sukunga aylantiruvchi yoki nunni tushiruvchi harflar bor. Mana shu harflar kelganida bu jazm holatda, majzum holatda bo'ladi. Demak, oldidagi harf nasb harfimi yoki jazm harfimi, mana shunga qarab turib fe'lni jazm holatda yoki nasb holatda ekanligini ajratib olamiz. Yuqoridagi birinchi holatda raf holatda bo'lganda esa oldida hech qanaqa harf kelmaydi. Nasb harfi ham, jazm harfi ham kelmasa, demak u raf holatda, marfu holatda bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Oxiri illatli harf bo'lgan fe'llarda sukun o'rniga harfi illat tushiriladi. Oxiri illatli harf deganda illatli harflarga bu vav, alif, ya bo'lgan noqis harflar kirardi. Mana shu harflar bilan vav, alif, yani birortasi bilan tugaydigan bo'lsa, fe'llar sukun o'rniga illat harfi tushiriladi. Jazmning alomati aslida sukun bo'lishi edi oxiri. Endi mana shu jazm ekanligi sog'lom fe'llarda oxiri illat harfi bilan tugamagan fe'llarda sukuni bilan bilinadi. Oxirida sukun bor ekanligi bilan. Endi oxiri illat harfi bilan tugagan fe'llarda biroz farqliroq bo'ladi. Sukun o'rniga oxiridagi illat harfi tushirib qoldiriladi. Illat harfi tushib qolgan ekanligidan bilamiz. Xo'p, demak, bu yerda beryapti. Yabri yoki nabri ko'rinishda oxirida ya bo'lgan, ya illat harfi tushib qolgan. Va illat harfi tushib qolganda ko'pincha illat harfidan avvalgi harf kasra bo'ladi. Illat harfi tushib qolgandan keyin oxirgi harf kasra bilan tugaydi. Mana shundan ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingi sahifada aytayapti. Tanbeh birinchi qoidada ta'kid nuni deb, yuqorida ta'kid nuni degan narsa keldi. Ta'kid nuni nima ekanligini endi bu yerda sharhlayapti. Ta'kid nuni deb muzori fe'lini ma'nosini ta'kidlashlik uchun oxiriga qo'shilgan nunga aytiladi. Bu nun tashdidli yoki sukunli ko'rinishda bo'ladi. Yaktubanna ko'rinishda bo'ladi. Bu tashdidli holatda kelishligi ta'kid nunini, mana shu ta'kid nuni tashdidli nun yoki yasma'an ko'rinishda mana shu oxiridagi nun sukunli bo'lishligi, sukunli nun qo'shilishligi oxiriga bu ham ta'kid nuni ma'nosini ta'kidlab, ma'nosini kuchaytirishlik uchun qo'shiladi bu ikkita nun. Yuqorida qoidada keldiki, mana shu ta'kid nuni qo'shilgan siyg'alari mabni bo'ladi deyildi. Muzoriyni hammasi mu'rob bo'ladi. Xo'p, demak, mana shu ushbu nunlar aralashsagina, ta'kid nunlari aralashsagina mabni bo'ladi degan holatda keldi. Demak, ta'kid nuni nima degani? Mana shu sukunli nun, ma'nosini ta'kidlovchi yoki tashdidli nun, ma'nosini ta'kidlash uchun qo'shiluvchi. Demak, mana shular qo'shilgandagina mabni bo'ladi muzori fe'li, qolgan holatlarda mu'rob bo'lar ekan. Ikkinchi tanbeh kelyapti. Fe'lni oxiridagi harfi illat alif bo'lsa, ya'ni mana bu alifi maqsura nazarda tutilyapti, oxiridagi y harfi. Alif maqsura bo'lsa, u doimo sukunli bo'lib, unga harakat berish mumkin bo'lmaganda oxirida raf holatida domma, nasb holatda fatha taqdir qilinadi. Endi bu yerda aytilyaptiki, mana shu fe'lni oxiri
illat harflaridan biri hisoblangan alif bilan, mana shu alif maqsura bilan tugagan bo'lsa, birorta fe'lni oxiri mana shu alif maqsura bilan tugagan fe'llarda bunga harakat berish mumkin emas. Bu illat harfi bo'lgani uchun harakatni ko'tara olmaydi. Shu sababidan bunda raf holatda, marfu holatda, raf holatda birlik siyg'ada domma turishi kerak edi. Mana shu domma taqdir qilinadi. Ya'ni taqdirda domma bor deyiladi. Aslida domma ustiga yozilmaydi illat harfi bo'lganligi uchun. Lekin baribir taqdirida dommasi bor buni aslida deb aytamiz, lekin yozilmaydi, ko'rinmaydi dommasi. Nasb holatida esa oxiri fe'lni oxiri fatha bilan tugashi kerak edi. Agar mana shu illat harfi bilan tugagan bo'lsa, fatha taqdir qilinadi nasb holatida. Mana bu lan nasb harfi hisoblanadi. Demak, yaxshi bo'lib, oxirida yaxshiya bo'lib aslida fathasi bor buni, faqat yozilmaydi, ko'rinmaydi. Demak, bu taqdir qilingan fatha. Fathasi taqdirida bor deb aytamiz, lekin yo'q bo'lib ketmaydi. Yozilmaydi xolos. Shuni tushuntiryapti. Xo'p. Agar illat harfi vav yoki ya bo'ladigan bo'lsa, unga domma berish og'ir bo'lgan holatda, raf holida domma taqdir qilinadi. Agar mana shu fe'lni oxiri illat harfi bilan tugagan bo'lsa-yu, u illat harfi mana bunaqa ya emas, vav harfi bo'ladigan bo'lsa, vav yoki ya harfi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda alif mahsura nazar tutildi, mana bu ya deganda. Bu yerda endi haqiqiy y yoki vav bo'ladigan bo'lsa, unga domma berish og'ir bo'lgandan, raf holatida raflik belgisi o'zi domma turishligi kerak, lekin illat harfiga domma og'irlik qiladi. Shu sababdan mana shu domma taqdir qilinadi. Ya'ni yozilmaydi, talaffuz qilinmaydi, lekin taqdirida bor deb aytiladi, i'roblanganda deyilyapti. Yada'u aslida domma bor bo'lgan buni tepasida, faqat yozilmaydigan holatda taqdirdagi domma bo'ladi. Bunda yashirin i'robga, demak bu yashirin i'rob deb atalyapti. I'robi taqdiriy deyiladi. Mana shu fe'lni oxirida illat harflari kelishi sababidan, illat harfi harakatlarni ko'tara olmaydigan noqis harfligi sababidan harakatlarni ko'tara olmasa, tepasiga yozilmasa-yu, lekin taqdirida bor deyilsa, bunday i'rob i'robi taqdiriy deb ataladi nahv ilmi bo'yicha. Alomati ko'rinib turgan i'robga i'robi lafziy deyiladi. Demak, illat harflari bilan tugamasa, yuqorida ko'rgan fe'llarimizda oxiri domma bilan, fatha bilan yoki sukun bilan tugadi. Xuddi shunaqa oxirida harakat ko'rinib tursa, bunga i'robi lafziy deyiladi. Xo'p, shu yerda mavzu tugayapti. Mashqlari bor ekan. Tushunarli bo'ldimi mavzu? Savollaringiz bo'lsa so'rashingiz mumkin. Xo'p, bu mavzuni mashqlarini bajara olishlik uchun mavzuni yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Boshlang'ich darajalar uchun biroz murakkab, chalkashroqdek tuyulishligi mumkin, lekin mashqlarini qilib borishlik bilan mustahkamlanib boradi inshaalloh. Xo'p, mashqni bittasini bo'lsa ham ko'rib qo'yaylik. Qolganini keyingi darsga mavzuni o'zlashtirib kelsanglar ko'rib chiqamiz. 4-mashqda quyidagi fe'llardan marfu'alarini, ya'ni raf holatda bo'lganlarini ustiga ro harfini, majzumlarini, ya'ni jazm holatda bo'lganlarini ustiga jim harfini qo'yib ajrating deyilyapti. Xo'p, demak, yuqorida rafni, ya'ni marfu'ni alomatlarini o'tdik, domma bilan tugashligi yoki oxiridagi nuni bor ekanligi. Jazmni ham, majzumni alomatlarini o'tdik, birlikda oxiri sukun bilan tugashligi yoki ikkilik va ko'plikda oxiridagi nunini tushib qolishligi edi. Mana shunga qarab, bu jazmga kiradi, bu rafga kiradi deb ajratishimiz kerak ekan. Xo'p, demak, yakulu bu domma bilan tugaganligi hisobiga mana shu marfu holatda, ya'ni rafga kiryapti deymiz. Chunki marfu'ni alomati birlikda oxiri domma bilan tugashligi edi. Xo'p, ajratib beruvchilar bormi? Xohlovchilar bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, harakat qilib ko'rsam bo'ladimi? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aha, bemalol marhamat. Fe'l mudori rof holatida turibdi. Rof holatining alomati ko'rinib turgan dommasida. Aha. Ahsanta. Keyingisi yanamuni fi'lun mudori'un marfu'un, ya'ni rof holatida
va alamatu raf'ihi subutun nuni. Ya'ni nunning sobit turishida chunki bu li'annahu minal af'alil xamsa. Chunki bu beshlik fe'llardandir. Aha, Ya'ni beshlik fe'llarni roflik alomati nunni sobit turishida bo'lar ekanda. ahsanti mashalloh. Keyingisi. Yaqud bu jazm holatida turibdi. Yaqud fe'li mudori majzumun va alamatu jazmihi as-sukun. Jazmligining alomati sukunda. Ahsanti mashalloh. Yaxshi. Keyingisi. Keyingisi yaqumu bu fe'li mudori. Bu asli ko'rinishda turibdi. Fe'li mudori raf holatida va raf holatining alomati ko'rinib turgan dommasida. Fi'lun mudori'un marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohira. Keyingisini ham qovursam bo'ladimi? Aha, qilavering. Keyingisi yas'alu fi'lun mudori'un marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohira. Bu ham o'sha aslida. كينجسة تكتبين مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنها من الأفعال الخمسة. Chunki ular beshlik fe'ldandir. Keyingisi yaxshi. Endi bu o'zi yaxshi mudori fe'li rof bo'lganligi uchun bu yerda alif majzumun fi'lun mudori'un majzumun va alamatu jazmihi hazfu harfi illa. Ya'ni jazmligining alomati illat harfni hazf bo'lganida. Keyingisi yaqro bu fi'lun mudori'un majzumun va alamatu jazmihi as-sukun. Ahsanti. Keyingisi taqro'i fi'lun mudori'un majzumun va alamatu jazmihi hazfu harfun nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa. Ahsanti mashalloh. Bo'ladimi ustoza? Bo'ladi. Mashalloh. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Rahmat ustoza. Sog' bo'ling. Boshqa qilishni xohlovchilar bormi? Marhamat. Raf holatiga va jazm holatiga ajratamiz. Ustoza, boshqalar bo'lmasa, xohlovchilar bo'lmasa qilib ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi. Keyingisi yusrijani fi'lun mudori'un marfu'un وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. كيف ألعب؟ ألعب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Bu ham raf holatida, raf holatini alomati ko'rinib turgan dommasida. Bu ham aslida keyingisi tuhdirani fi'l mudari'un مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. Bu ham beshlik fe'llardan bo'lganligi uchun buni rofligining alomati nunning sobit turishi deb bo'lar ekan. Keyingisi tumashshidina fi'lun mudori'un marfu'un va alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa. Bu yerda ham rofligining alomati nunni sobit turishda, chunki bu beshlik fe'llardandir. Tulawwisuna bu yerda ham fi'lun mudori'un marfu'un va alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa. Ahsanti. Keyingisi yusolli bu yerda majzumun va alamatu jazmihi hazfu harfi illa bo'ladi. O'zi bu yerda yusolliyu bo'lganda ham agarda shu illat jazm aytdingizki, jazm holatlarida illat harf hazf bo'lib ketadi dedingiz. O'zi asli sukun bo'ladi. Ba'zida illat bo'ladigan bo'lsa hazf bo'lib ketar ekanda. Ahsanti mashalloh. Keyingisi yatag'odda. Bu yerda yatag'odda fi'lun mudori'un
يتغدى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أحسنتي ما شاء الله. ya'ni og'irlik qiladi-da, domma bu. Shuning uchun taqdiriy domma derkanmiz. Keyingisi yusolliyami? فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة bo'larkan bu yerda. أحسنتي ما شاء الله. تتعشى bu yerda ham تفعل يتفعل bu yerda ham فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف إلا bo'ladi-ya. Keyingisi nashtag'ilu. Bu yerda o'zi ko'rinib turgan ekan. Fi'lun mudori'un marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatu zohira bo'ladi. أحسنتي ما شاء الله. Keyingisi nabri. Nabriyu bo'lganda ham agarda nabri fi'lun mudori'un majzumun va alamatu jazmihi hazfu harfi illa. أحسنتي ما شاء الله. Bu yerda tabriya bo'ladigan bo'lsa, bu yerda fi'lun mudori'un mansubun va alamatu nasbihi al-fathatu zohira bo'ladi. Bu nasb holatida va nasb holatining alomati ko'rinib turgan fathosida bo'lib turibdi. Keyingisi yamshi. O'zi asli fe'l yamshiyu bo'lganda raf holatida bo'lardi. Endi bu yerda yamizga domma og'irlik qilganligi uchun fi'lun mudori'un marfu'un va alamatu raf'ihi ad-dammatul muqaddarati bo'ladi. Ya'ni taqdiriy dommada deymiz. Og'irlik qilganligi uchun. أحسنتي ما شاء الله. to'g'ri. Keyingisi yaqta'una. Bu yerda fi'lun mudori'un marfu'un va alamatu raf'ihi subutun nuni li'annahu minal af'alil khamsa. Bu ham raf holatida va raf holatining alomati nunning sobit turishda. Chunki bu 5lik fe'llardandir. Keyingisi tamshi. Bu yerda fi'lun mudori'un majzumun va alamatu jazmihi hazfu harfi illa bo'ladi. Illat harf jazm holatida tushirib yuborilarkan. Shuning uchun illat harfni hazf bo'lganligiga deb aytib qo'yarkanmiz-da. أحسنتي. Keyingisi tamshiya. Fi'lun mudori'un mansubun va alamatu nasbihi al-fathatu zohira. Bu yerda fe'l mudori nasb holatida deyapmiz. Endi nasb holatining alomati ko'rinib turgan fathosida bo'larkan. Keyingisi yanzuruna. Fi'lun mudori'un marfu'un va alamatu raf'ihi subutun nuni li'annahu minal af'alil khamsa. أحسنتي ما شاء الله. Ustoza, mashaalloh. Bir iltimosim bor. Mana shuni tarjimalarini ham aytib bera olasizmi? Yozib zapisni eshitganda yozib olardim-da. albatta. Xo'p, tarjimalarini hozir darsni oxirida ko'rib chiqamiz bo'lmasam, yoki vazifa guruhda bor bo'lsangiz, ana shu joyga tashlab qo'yaman yozilgan holati borida tarjimalarini. Xo'p, keyingi mashqqa o'tdik. 5-mashqda quyidagi marfu fe'llarni nasb holatiga o'zgartiring deyilyapti. Demak, marfu holatdan raf holatidan nasb holatiga o'tkazishimiz kerak edi. Nasb holatiga o'tkazishlik uchun birlikda nasbning alomati fatha edi. Xo'p, domma bo'lsa, demak fathaga o'zgaradi. Ikkilik va ko'plik siyg'adagi fe'llarda esa nuni bor bo'lsa, nuni tushib qolishligi bilan nasb holatiga o'tadi. Qilishni xohlovchilar bormi? Marhamat, qilishni xohlovchilar bo'lsa. Qilib ko'raymi ustoza?
Ana endi yaqumu nasb holatida yaquma bo'ladi. Keyingisi yal'abuna buni nasb holatida nunni hazf qilar ekanmiz. Shunda yal'abu bo'ladi. Keyingi esa yarqudoni yarqudo. Tarkuduna tarkudu bo'ladi. Nasb holatida. Yamshu bo'ladi bu ham nasb holatida. Nunni hazf qilib yuborar ekanmiz. Keyingisi tahtarima bo'ladi. Bu asli ko'rinishida. Keyingisi taltafitina. Bu yerda ham nunni hazf qilamiz. Taltafiti bo'ladi. Tunashifuna bo'ladi. Bu yerda ham roflik bo'lgan nunni hazf qilib yuboramiz. Shu orqali nasb holatiga o'tar ekan. Keyingisi usolliya bo'ladi nasb holatida. Chunki ya o'zidan oldin kasra bo'lishligini xohlaydi va harakatlarni eng yengil bo'lgan fathani ko'tarar ekan. Shunda usolliya bo'ladi. Keyingisi atag'odda bo'lib qoladi. Oddiygina atag'odda bo'ladi. Mana bu ya shunda alif maqsuraga qalb bo'lib ketadi. Shunaqa. Keyingisi yaxshi, bu yerda ham oddiygina yaxshi bo'lib qolaveradi. Keyingisi yarmiya bo'ladi nasb holatida. Ahsanti, mashaalloh. Barakallohu fi ilmik. Hop, keyingisi, demak, ikkita mashqimiz qoldi. Bu uyga vazifa bo'la qolsin. Vazifalar guruhiga bajarib tashlaysizlar xohlovchilar, tekshirib beramiz inshaalloh. Quyidagi mansub fe'llarni raf holatiga o'zgartiring. Ya'ni mansub deganda nasb holati oxiri fatha bilan tugashligi birlikda yoki nuni tushib qolishligi ikkilik va ko'plik siyg'alardagi alomati edi. Raf holatiga o'zgartirganimizda fathalar donmaga o'zgaradi. Mana u nuni tushib qolgan siyg'alarga esa nuni qaytib keladi joyiga raf holatiga o'zgarganida oxiriga. Mana shu holatda o'zgartiramiz. Keyingisi quyidagi majzum fe'llarni nasb holatiga o'zgartiring. Majzum fe'llarni ham nasblik alomatlarini qo'yib turib, oxiri sukun bilan tugagan bo'lsa, birlik siyg'alarda, demak, buni nasb alomati bo'lgan fathaga o'zgartiramiz. Mana shu holatda yoki illat harfi tushib qolganlarida illat harfi qaytib keladi va harakat ko'taradiganlar harakat oladi, qolganlari olmaydi. Xo'p, mana shu mavzuni keyingi darsgacha yaxshilab o'zlashtirib olsanglar, keyingi darsdan inshaalloh kelgan joyimizdan davom etamiz. Dars haqida savollaringlar, tushunmagan joylaringlar bormi?